Salom do'stlar hammaga. Bugun sizlar bilan qanday qilib MacBookga Word, Excel, PowerPoint dasturlarini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Hozir meni o'zimda Word dasturlari bor. Ularni birinchi o'rinda o'chirib tashlayman. Yana sizlarga ko'rsatish uchun bizga parollari kerak ekan. Hammasini o'chirib tashlaymiz. Birinchi o'rinda qiladigingiz Telegram kanal kirasiz. Telegram kanalim bor. Shu linkni yozib qidiradigan bo'lsangiz chiqadi. Videoni opsiyasida ham qoldirib ketaman buni. Shu yerda faylimiz bor. Shu ikkala faylni yuklab olasiz. Men bu yerga yuklab oldim, ko'rayotgan bo'lsangiz. Birinchi o'rinda qiladigan ishim eng katta faylni ochamiz, Microsoft 365 deganni. Va bizga o'rnatish chiqadi. Shu o'rnatishni hammasiga davom etish qilamiz. Ba'zida parollarni so'raydi. Parollaringizni ham kiritasiz. Kiriting parolni. Va hozir kutib turasiz. Minusdan bo'lish boshlaydi. Faqatgina aktivatsiya so'rab qolishi mumkin. Aktivatsiya so'rab qoladigan bo'lsa, bizda buni bor. Ya'ni shu narsangiz siz aktivatsiya qilib beradi. Bunisi ham hozir undan keyin so'mga qilamiz. Hozir bu so'mga bo'lyapti. 4 ta 5 ta prilojeniyani so'm qiladi. O'ziga keraklarni olib qolib turib, qolganlarini o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Va bu 24-yilgi versiyasi. Ko'rayotgan bo'lsangiz bizda so'mka bo'ldi. Uni ko'p vaqt olmaydi. 1 minut, 2 minut atrofida vaqt ketadi. Undan keyin yopamiz va bizda ko'radigan bo'lsangiz hamma prilojen so'mka qilingan. Word ham orasida bor. Faqat Wordning eski versiyasi. Bu yoqda biz yangilash chiqadi. Undan keyin siz bu yoqda yangilashni so'raydi. O'shandan bu yoqda settings kirib turib yangilab qo'yamiz. Bu yoqdan Microsoft Auto Update ni yoqasiz. Password kerak. Buni ham yoqib qo'yasiz. Yoqib qo'yganingizdan keyin bu yangilaydi. Bizga nimalar kerak? Ungacha biz endi bunisini so'nggi qilamiz. Yangilaveradi. Buni ham continue bosasiz. Yana continue qilamiz. Agree qilamiz. Continue. Yana parolingiz kerak bo'ladi. Ko'rgan bo'lsangiz, bu ham o'rnatildi. Hozir agar Wordga kiradigan bo'lsam, endi hammasi bemalol ishlaydi. Ochildi. Kirib endi bemalol ochsam bo'ladi hammasini. Siz bu yoqda chiqadi, buni X qo'yasiz, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Mana bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Wordni ham, Excelni ham fayllarni. Ular ishlayapti, yangi versiyasi. Bizga kerak emas, o'chirib tashladik. Manual tarafi bizdan ko'pgina update so'rab qoladi. O'shanga shu Microsoft Update ni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Hozir qanday o'chirishni o'rgataman. Bu update ni o'chirib tashlash uchun siz Finder kirasiz. Undan keyin Command Shift G ni bosadigan bo'lsangiz, bunaqa oyna chiqadi. Shu oynaga shu narsani kiritasiz. Ya'ni shunaqa bo'lishi shart. Undan keyin bunisiga kiramiz. Shunday joy bo'ladi. Va ko'rayotgan bo'lsangiz, Microsoft Auto Update degan joyi bor. O'shani ham bu yerda trashga olib tashlaymiz. Parol kerak. Kiritdik. O'chdi. Undan keyin yaxshi ishlashi uchun siz bularni bemalol o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Undan keyin MacBookni bir marta o'chirib yoqib olish kerak. Keyin hamma narsa so'nggi bo'ladi, tayyor bo'ladi. Sizdan hech qachon update so'ramaydi va hech qanaqa yangilanishlar boshqa narsani so'ramaydi. Bemalol kirib turib ishlatsangiz bo'ladi. Ko'rdingiz, o'zimdagi eski versiyani o'chirib tashlab turib, undan keyin yangisini so'ng qildim. Hech qanaqa muammo bo'lmadi orada. Va boshqa MacBooklarga o'rnatib ko'rganimizda ham muammo bo'lmagan. Shunga agar mabodo chiqib qoladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib bo'ladi, lekin mabodo chiqmaydi umuman. Agar mabodo o'xshagan bo'lsa, kommentariyaga rahmat deb yozib ketsangiz, mehnatimiz uchun xursand bo'lardik. Rahmat, sog' bo'ling. Agar sizga boshqa prilojenlar kerak bo'lsa ham yozib ketsangiz bo'ladi. Keyingi videolarda qanday qilib Photoshop, Premiere Pro'larni ham o'rnatishni ko'rib chiqamiz.